Qizingizni Qur'ondan xabari bormi? Qur'onni bilgan qiz uyimizga yana baraka olib keladi. Qizingiz nechta ovqat qila oladi? Hovlimiz katta, ish ko'p, eplab keta olarmikin? Eng avvalo Alloh oldidagi vazifalarni ado etsin. Allohdan qo'rqgan ayol eri oldidagi burchini ham, uyini ham o'zi bilan birga obod qiladi. Qo'l oyoqlari chaqqon bo'lsa bo'ldi. Eng muhimi shu. Yelib yugurib xizmatimizni qilsa, biz ham rozi. O'g'lim ham qo'lidan kelgancha sunnatni ado qiladi. Ayoli oldidagi vazifalarni qilishiga ishonaman. O'g'lim yigitning guli, borsam beraman degan joylar rosa ko'p. O'g'lim bu uydan faqat qizingizni olib ketadi. Sarpalar esa kerak emas. Shuncha yil qiz o'stirganingiz, o'zi sarpa, qizingizga ikkita uyni ajratib qo'yganmiz. O'zlari xohlaganda yasatib olaverasizlar. Aytishadi-yu, kelinni kelganda ko'r, sepini esa yoyganda deb. Avvalo, qizingiz va o'g'lim to'yga rozi bo'lishsin. Qiz bolani majburlab uzatish bu zulm. Alloh oldida rozilik bo'lmasa, baraka ham bo'lmaydi. Qizingizga o'zingiz yaxshilab tushuntiring, bir amallab ko'ndiring. Axir hammamizni ham majburlab berishgan-ku.